Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Green Card'da qachon ochilishi bo'yicha gaplashamiz. Bilamizki, Green Card'da har yili o'ynaladigan lotereya va shu oktyabr oyining boshidan noyabr oyining boshigacha o'ynalishi kerak edi. Ammo kech qoldi. Oktyabr oyining boshida ochilmaganda ko'pchilik aytishdi, oktyabrning o'rtasida ochiladi deb. Lekin oktyabrning o'rtasiga kelganda ham ochilmadi va yana ko'pchilik aytishdi, oktyabr oyining oxirida ochilar ekan deyishdi. Mana oktyabr oyining oxiriga kelib ham haligacha ochilmadi. Xo'sh, qisqa qilib aytaman nima uchun ochilmayotgani haqida. Menimcha, ko'pchilik bashorat qilgan narsa Green Card'da pulli bo'ladi. Ya'ni registratsiya to'lovi bor, $1. O'sha pul to'laydigan joyni veb-saytga qo'shish uchun vaqt ketyapti. Va shu sabab cho'zilayotgan bo'lsa kerak. Bashorat bo'yicha bu ofitsialniy yangilik emas va qachon ochiladi degan savolga javob beradigan bo'lsam, juda ko'pchilik so'rayapti. Katta ehtimol bilan noyabrning boshida ochilsa kerak va noyabr oyining boshida ochiladigan bo'lsa, sizda 1 oy vaqt bo'ladi. Ya'ni dekabr oyining boshigacha siz dokumentlarni to'ldirib topshirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, rasmga tushish, yana bitta hujjatlarni yig'ib topshirish kerak bo'ladi. Noyabr oxirida, noyabr oyining boshida ochilib, dekabrning boshigacha ochiq turadi. Xo'sh, agarda Green Card ochilganda qayerdan bilamiz desanglar, juda ham zo'r savol. O'zi bitta sayt bor. dvprogram.state.go deb yozsanglar chiqib keladi va o'sha yerga kirib ochilgan yoki yo'qini bilib olib topshirsanglar bo'ladi. Va yana ikkinchi sayt bor, bu ham ofitsialniy, travel.state.go deb yozsanglar o'sha yerga kirib yangiliklarni o'qisanglar bo'ladi. Bu ham ofitsialniy sayt va bu yerga kirib agarda ochilgan bo'lsa ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ham xabar qoldirishadi va shu ikkita saytni ham izohlarda qoldiraman. Bemalol kirishinglar mumkin. Va yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ko'pchilik mendan so'rayapti, Green Card'da ochilganda to'ldirib bera olasizmi deb so'rashyapti. Albatta to'ldirib berishim mumkin ochilganidan keyin. Aytgancha, agarda Green Card'da ochilgandan so'ng birinchi bo'lib men Telegram kanalim bor, o'sha yerga tashlayman. O'sha yerga kirib siz ham bilsangiz bo'ladi ochilganing haqida. Bo'lmasa o'zingiz har kuni kirib tekshirib turishingiz kerak bo'ladi, ochilgan yoki yo'qligini bilishlik uchun. Xo'sh, Green Card'da pullik bo'lar ekan, tabiiyki soxta saytlar ham chiqadi. Soxta saytlar chiqqandan keyin odamlar aldanishi mumkin. Men ba'zi bir saytlarni ko'rdim, ular aytishyapti $50, $100, $200 ham deyishyapti registratsiya uchun. Bularning hammasi yolg'on. Qurdan quruq soxta veb-saytlarga ishonib pulinglarni mashinniklarga topshirmanglar. Ba'zi bir saytlarni ko'rdim, ular registratsiya narxini $1 qilishgan, ya'ni ishonchli bo'lish uchun. Ammo bu narsa ham soxta bo'lishi mumkin, chunki faqatgina bitta veb-sayt orqali topshirsanglar bo'ladi. Holiga aytib o'tganimdek, dvprogram.state.go uni ham albatta yozaman izohlarga. Xo'sh, men sizlarga hozir ko'rsatmoqchiman. Bitta ikkita saytlar bor ekan, juda ham o'xshash va ko'p odam aldanib qolishi mumkin bo'lgan sayt. Hozir men sizlarga o'zimning ekranim orqali ko'rsatib beraman. Mana bu sayt bor ekan. Agarda bu narsani nimaga aytayman? Agarda bilmaydigan odam Google ga kirib Green Card 2027 deb yozsa, topshirmoqchi bo'lsa, bu saytlar chiqib kelishi mumkin va bilmaydigan odamni ishontirish juda ham oson. Ya'ni soxta rasmlar qo'yib bu narsani odamni ishontirib pulni olib olish hech gap emas. Masalan deyman, DMV lotereya 2027 application yozsanglar,
application start deb yozsanglar, yo'q, apply pastroqqa tushsanglar chiqib keladi. Anaqa saytlar ko'rishingiz mumkin. Shularga ishonmanglar demoqchiman. Ikkita sayt bor ekan. Birinchisi mana bu greencardlottery.expert.requirements degan sayt. Bu yerda o'qishingiz mumkin, to'g'ri yozilgan, lekin pastiga tushsanglar bu saytni mana bu yerda click here to register yozib qo'yibdi. Voy, ustiga bitta bossanglar sizlardan so'raydi. Bu Donald Trump turishini qaranglar. Bu yerga yozib ko'ramiz hozir. Misol qilib, masalan, Sari last name Cardo email bilmayman .com. Masalan, mana agarda kimdan kim oldin topshirgan bo'lsanglar, uzoqlar yozishingiz mumkin, qaysi sayt orqali topshirganingizni va necha yildan beri topshiryapsizlar. Shu haqida ham yozib ketinglar. O'zbekiston bo'lishi kerak. High school. Mana click here to test. Email to'g'ri yozish kerak ekan, men xato yozibman. Kichkina bir bo'lishi kerak edi. Mana ko'rishingiz mumkin, yozishingiz bilan sразу pul so'rayapti. Mana bu yerda fee degan 1 year individual application plan $99 agar bir kishi bo'ladigan bo'lsa. Agarda husband yoki wife, ya'ni xotinni topshiradigan bo'lsanglar, 1 yilga double your chance of winning yutishingizni 2 barobar ko'paytirib berar ekan. Agar $169 to'lasanglar, mana bu yerga yozasizlar, o'sha Visa yoki Mastercard raqaminglarni, ism, familiya, o'sha orqasidagi 3 ta raqam shahrini yozasizlar va create my account bosasizlar va necha soatdan keyin pulinglarni o'zi yechib olishadi va shu bilan bu saytni qaytib ko'rmaysizlar. Ko'rishingiz mumkin, lekin javob bermaydi yozganlari bilan. Foydasiz. Mana bunaqa saytlar bor. Ishonmaslikni maslahat beraman. Bu $1 ancha qimmat. Xo'sh, yana sayt bor ekan. Bunisi mana bu usgreencardoffice.com degan ekan. Xo'sh, apply for the DM green card today degan joy bor ekan. Xo'p, pastroqqa tushamiz. Mana ustiga bosish kerak ekan topshirish uchun. Step 1, step 2, step 3, step 4. 4 ta step bor ekan topshirish uchun. Oho. Shuncha narsa so'rashar ekan. Hop, yozib ko'ramiz. Hozir uni narxini ko'ramiz, qancha der ekan. Email bilmayman. gmail.com. Bu men emailim emas, aytgancha. Yana bunga email yozmaylar. Shunchaki misol uchun yozyapman. Sari Cardo mail Uzbekistan city of birth Tashkent misol uchun, native Uzbekistan kod qizig'i yo'q kod и qaytib berish kerak kod. Xo'sh, adres so'rayapti. Voy, bir xil termadim deyman. Adres so'rayapti. 38 25 i 17 street. Halim kelgan so'zni yozyapman. Bu meni adresim emas. Tashkent bo'lishi kerak. 1234 Tashkent. Men bilmoqchiman-da qancha pul so'rashini. Men telefon raqami 217 12 32 94 212 12 4. Education high school bor deylik. Xo'sh. Uylanmagan, unmarried deylik. Bolasi yo'q. Continue bosamiz va boshqa email yozish kerak ekan.
Bilmadim 1-2-3. Bilmadim 1-2-3. Qani bo'larmikan? Nima? Email emas. Nimagadir unaqa noto'g'ri deyaptim. Qani endi bosib ko'raylikchi. Bu sayt menga ishlamayapti nimagadir. Ha. Tug'ilgan sana yozmabman. Uzr so'rayman, video cho'zilib ketgan bo'lsa, ko'rmayapman. Xo'sh. Kerak emas. Oho, standart plan $80 bir kishi uchun. Most popular plan. Ko'pchiligini qolgan plan $120. Aytishni qaranglar. 10 yillik green karta uchun, yana garantiya ham berish kerak, yangilab berish uchun $80, $120. Qaranglar, bitta odamni qancha olishmoqchi bular. Qaranglar, great news according to the US government 5,5 mingta odam yutgan O'zbekistonda green karta. Topshir demoqchi, to'la demoqchi. 120 ni bossanglar. Oho, mana bu yerda samolyotni yetkazib berish. Bilmadim nima bu. Kemada yetkazib berish qo'shsanglar bo'lar ekan. Tezroq borsa kerak-da. Mana bu yerda karta raqamini kirgizasizlar, shu bilan pulinglarga kuyasizlar. Qisqa qilib aytganda. Mana shunaqa saytlar bor, ehtiyot bo'lish kerak. Keyin ishonmanglar, o'sha ikkita sayt bor. Aytganimdek, birinchi sayt mana bu. dmvprogramstate.com mana shu saytga kirsanglar, o'zi mana bu yerda hozir begin entry bo'lish kerak. Yo'q. Hozir refresh qilaman. Begin entry bo'lish kerak. Yo'q. Demak, hali ochilmagan. Agarda ochilsa, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu o'tgan yilgisi. Hozir chizsam bo'ladimi? Mana. Yo. Mana bu kerak emas. Mana begin enter degan yozuv bo'ladi. O'shani bossangiz topshirasizlar. Hozir sizlarda faqat check status bor. Bu bilan topshirib bo'lmaydi. Xo'sh, yangilik bo'yicha mana buni kirib o'qib tursangiz bo'ladi. Ya'ni travels.state.co mana shu sayt orqali kirib yangiliklarni o'qisangiz bo'ladi. Bu ham ofitsialniy. Va yana bir narsa bor. Obunachilar tomonidan kelgan savol. Men shularga javob berib o'tmoqchiman. Savol kelgan. Green karta topshirish uchun qanaqa talablar bor degan savol kelgan. Topshirish uchun ikkita talab bor. Shuni bittasiga mos kelishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi talabi maktabni bitirgan bo'lish kerak. High school deydi. O'sha maktab bitirgan bo'lsangiz so'rashadi. Education, ta'lim darajangiz qanday? Maktabni bitirganman deysiz. Topshirsangiz bo'ladi. Yoki maktabni bitirmagan bo'lsangiz, oxirgi 5 yil ichida 2 yillik ishlagan bo'lishingiz kerak va shunda ham topshirsangiz bo'ladi. Shu ikkidan bittasi bo'lishi kerak topshirish uchun. Va yana ko'pchilik so'rayapti, sagrar pasport bo'lish kerakmi topshirish uchun deyapti. Shu yil sagrar emas, qizil pasport deylik. Qizil pasport bo'lish kerakmi deyapti. Shu yil qizil pasport olmasdan turib ham topshirsa bo'ladi. Ya'ni 2027 yil uchun. Ammo kelasi yildan qizil pasport bo'lishi kerak. Ya'ni ular uchun talab qilishyapti. Yangiliklar bittasi. Xo'sh, agarda sizda ham qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozing va keyingi videoda shunaqa formatda chiqaraman. Va keyingi videoda ham sizning savolingiz bo'lishi mumkin. Va necha yildan beri green karta o'ynayapsiz? Buni ham
izohlarda yozing va birinchi marta o'ynayotgan bo'lsangiz ham yozib keting, balki omad kelib sizga chiqishi mumkin. Va green card ochilganda albatta men qanday qilib topshirish boshidan oxirigacha ko'rsatib beraman va tushunmasanglar, undan keyin tushunmasanglar albatta to'ldirishga yordam berishim mumkin va o'zim ham to'ldirib berishim mumkin. Bo'lmasa green card ochilguncha yoki keyingi savolda ko'rishguncha hammaga omad.